Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Yaxshimisizlar? Xo'sh, mana hozir testlardan boshlab olamiz. Nasib bo'lsa, hozir kema kitobini, maxsus testlarini 7-variantini birgalikda ishlar ekanmiz. Diqqat bilan eshitasizlar va nima qilar ekansizlar? Ko'rar ekansizlar, tushunarlimi? Hamma diqqat qilsin va 34-betda ochsin. Demak, kamera tiniqlashdimi? Kamera tiniqlashgan bo'lsa, 34-betni hamma ochadi va birinchi savolga qarasalaringiz. Birinchi savolda juda ham oson savol bergan, to'g'rimi? 7-variant birinchi savol juda oson misol. Ikkinchi variantidan boshlaymiz. Endi rosa ko'p biz shunga o'xshagan misollar ishlaganmiz. Demak, qarasak. 7-variant. 7-variantimizda 28 ko'paytirilgan 31 Yildan 28 ko'paytirilgan 33 qo'shilgan 28 ko'paytirilgan 35. Demak, shu misol ishlatgan vaqtimizda chiqir qilmaymiz, diqqat bilan eshitamiz. Dars boshlandi endi. Demak, mana shu misol ishlashimiz kerak ekan. Bilasizlarki, biz bunaqa misollarni nima qilgan ekanmiz? Mehmonxona deb o'rgataman. Mehmonxona. Mehmonxonaga nima deb o'rgatiladi? Sabab mehmonxonaga odamlar joylashadi. O'zini xonalari bilan guruhlab olib, qavsni ichidan o'xshash bo'lgani tashqariga chiqaradi. To'g'rimi? Demak, hammasida 28 bormi? Demak, mana bu ikkalasida orasida 28, bu ikkalasida 28, bu ikkalasida 28. Demak, qavsni ichiga kim kiradi? Demak, 28 tashqari chiqarsam, ichkarida 31 qo'shilgan 33 qo'shilgan 35. 28 ko'paytirilgan necha? 99. 99 bo'ladigan bo'lsa, endi qaraymiz. Shu misolda aytadigan bo'lsak, bolalar mana bunaqa ishlanadi-da. Oxiri 2 bilan tugaydi. Masalan, biz misolni hozir buni bunga ko'paytirib javobini topsak bo'ladi, to'g'rimi? 28 99 ko'paytirib javob topsak bo'ladi, lekin osonroq yo'li 8 kira 9 qilinglar, necha bo'ladi oxiri? 72. Demak, mana shu son qanaqadir 2 raqam bilan tugarmikan? Demak, 2 bilan tugadigan javob bormi? Bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Miyani ishlatmasdan ham nima qilsak bo'lar ekan? Topsak bo'lar ekan. Tushunarlimi? Miyani ishlatmasdan ham topsak bo'lar ekan. Xo'sh, 3-bu ikkinchi savolimiz edi. 3-savol ishlasam. 8,4 kilogramm necha sentinerga teng? Juda ham yaxshi savol, qaranglar. 8,4 kilogramm necha sentiner? Demak, tasavvur qilinglar. Men mana buni o'rgatish kerak edi. 1 sentiner necha kilogramm? 1 sentiner 100 kilogramm. 1 sentinerimiz 100 kilogramm bo'lsa, men aytayapman. Sarvara 500 kilogramm necha sentiner desam nima qilamiz? 500 sentiner. 500 100 ga bo'lamiz, ha? To'g'rimi? Masalan, men aytayapman. 200 kilogramm necha sentiner desam, 1dan 100 ga bo'lasa, to'g'rimi? Chunki 200 ni 100 ga bo'lsak 2 chiqadi. Demak, men nima qilyapman? 100 ga bo'lyapman. Keyin nima deb yozyapman? 2 sentiner deb yozyapman. Keyin aytdim, to'xta dedim. Bo'lmasin dedim. 8000 kilogrammni sentinerga o'tkazib ber desam, uni ham 100 ga bo'lamizmi? Demak, uni ham 100 ga bo'lamiz. Uni ham 100 ga bo'lsam, demak, bitta 0 ikkita nollarni o'chirsam 80 sentiner ekan. Demak, kilogrammdan sentinerga o'tish uchun 100 ga bo'lishimiz kerak ekan. Demak, 100 ga bo'lsak 8,4 ni bo'lamiz nechaga? 100 ga bo'lamiz. 100 ga bo'lganimda o'rgatdimki, nollar soniga qarab virgul silishimiz kerak edi. Demak, 1 2. Ikkita virgul silish kerakmi? Demak, qaraymiz. Bitta siljida, ikkita siljida. Mana bu yerga virgul tushish kerak, a? 0,084 sentiner. Demak, qaranglar, virgul mana bu yerda turibdi, mana. 8,4 edi-ku. Bitta siljida, ikkita siljida. Mana shuncha sentiner bo'ldi. Tushunarlimi? Ana u bilinglarda, nimaga 100 ga bo'ldik desa, mana aytayapman. Kilogrammdan sentinerga o'tishimiz uchun 100 ga bo'lardik. Ben o'zim hozir men shunga javob yozib qo'ysam bo'lardi-ku. Nima qilamiz? 8,400 ga bo'lamiz, javob shu chiqib keladi desam. Xolajon, uxlamang shogird. 4-misol ishlaymiz. Bu javob chiqadi. 4-misolimizni ishlasam, 4-misolimizda
Azamat bir noma'lum sondan 5 ni ayirib 4 ga bo'lsa, shu sondan 4 ni ayirib 5 ga bo'lsa ham bir xil natijaga ega bo'ldi. Bu noma'lum sonni toping. Juda ham yaxshi savol. Qaraymiz. Buni nima qilishimiz kerak ekan? Sekinlikni o'rganishimiz kerak ekan. Azamat bir noma'lum sondan 5 ni ayirib dedi. Qanaqa sondan bilmaymiz. O'shandan 5 ni ayirib nechiga bo'libdi? 4 ga bo'lsa, 4 ga bo'lsa yoki shu sondan 4 ni ayirib 5 ga bo'lsa ham bir xil narsaga ega bo'ldi. Demak, mana shu bo'lganda qanaqadir katta A chiqqan bo'lsa, demak shu sondan 4 ni ayirib 5 ga bo'lsa ham nima deyapti? Shu natija chiqadi deyapti. Demak, o'sha noma'lum sonni toping deyapti. Demak, qarang, Saloq doskaga qarang. Demak, qarang, o'sha sondan 5 ni ayirib 4 ga bo'lsa ham javob bir xil, 4 ni ayirib 5 ga bo'lsa ham javob bir xil deyapti. Demak, ikkalasini nima qilamiz? Tenglaymiz. Ikkalasini tenglasam, xo'sh, mana bunday qilib yozamiz-da. X ayrilgan 5 bo'lingan 4. Mana buni yozdim. Endi buni yozaman. X ayrilgan 4 bo'lingan 5. Endi bunday qilib o'ylab turamiz. Qani? Endi nima qilamiz? Kasr chizamiz. Kasr ko'rinishda yoza olamiz. Ya'ni x ayrilgan 5 taqsim 4 teng x ayrilgan 4 taqsim 5. Endichi proporsiya qilamiz. Proporsiya buni bu yerga ko'paytiramiz, buni bu yerga ko'paytiramiz. 5 ni bugun ko'paytiraman, 4 ni bugun ko'paytiraman. 5 ko'paytirilgan qavsida x ayrilgan 5 teng 4 ko'paytirilgan x ayrilgan 4. 5 ni bugun ko'paytirsam 5x 25 4x ayrilgan 16. 4x bu yoqqa o'tadi, 25 ni qoladi. 5x ayrilgan 4x teng xo'sh. Javob mana shunday qilib topib qo'yishimiz kerak ekan. Tushunarlimi? Demak, hozir test ko'rsatib bo'lgandan keyin to'liq shunaqa qilib ishlaysizlar. Kelishdiga doskani o'chirib keyingi savollar ko'ramiz. Demak, 5-savol ishlar ekanmiz. 5-savolda Bobur va Ali degan mollar qatnashayotgan ekanda, to'g'rimi? Bobur va Ali. Demak, ularda olmalar bor ekan va olmalarning soni 16 ta ekan, to'g'rimi? Demak, nima qilib yoza olamiz? Bu 5-misol deb yoza olar ekanmiz. 5-misol mana. Xo'sh, Bobur, Ali. Boburda nechta bor? Aytganmi? Nechta bor deyapti Boburda? Aytmasalar uraman hozir. Demak, nechta bor ekan Boburda bilmaymiz. X ta. Alida bormi? Yo'q. Lekin ularni birgalikda qo'shganimizda nechta chiqadi deyapti? 16 ta chiqadi deyapti, to'g'rimi? 16 ta chiqadi deyapti. Xo'p, yaxshi. Agar Bobur olmalarning yarmini o'rtog'iga bersa, demak, qarang, har qanday narsani yarmini topish uchun nima qilamiz? 2 ga bo'lamiz. To'g'rimi? Nonning yarmini ber desa, sindirib beramizmi? Ha? 50 ming so'mni yarmini bergin menga, desa 25 ming. 2 har qanday narsani yarmini topishimiz uchun 2 ga bo'lamiz. Demak, qarang. Boburda olmalarini yarim qancha bo'ladi? Qaranglar. Xo'sh. Bitta o'qigani, agar Bobur olmalarning yarmini o'rtog'iga bersa, o'rtoqdagi olmalar undagi olmalardan 3 marta ko'p bo'lib qoladi. Endi qaranglar. Yarmini bersa, qarang, Bobur eshitsanglar, yarmini unga berayotgan bo'lsa, o'ziga qancha qoladi? O'ziga yarmi qoladimi? Demak, qarang, Bobur Aliga yarmini beryapti, yarmi o'ziga qolyapti-da. O'ziga Boburga shuncha qolyapti. U mana bunga qancha berdi? Bu Aliniki va unga mana x taqsim 2 ni berdimi? Bundan oldida bunga berdi. Lekin bundan qancha ko'payib ketadi mana bu? 3 marta ko'payib ketadimi? Men uni ko'paytiraman. Tushunarlimi? Endi e'tibor beradigan bo'lsak, nima ish qilamiz? Mana shu sistemani ishlash kerak-da. Mana shu sistema ishlash uchun nima ish qilamiz? Qarang bolalar. Xo'sh. Xo'sh, mana buni tepaga ko'paytirsam nima bo'ladi? 3x taqsim 2 teng xo'sh, y qo'shilgan x taqsim 2 bo'ldi, to'g'rimi? Buni mana bu yoqqa o'tkazsam. O'tkazinglar bu yoqqa mana butun. 3x taqsim 2 ayrilgan x taqsim 2 teng y. Mahrajlarni bir xil bo'lsa, nima qilaman mahrajlarni bir xil bo'lsa? Xo'sh, 3x ayrilgan x taqsim 2 teng y. 2x taqsim 2 teng y.
Qisqarib ketsa nima bo'lar ekan? X teng y. To'g'rimi? X teng y chiqib qolgan bo'lsa, mana ko'pga qo'yamiz, nima qilamiz? Tenglaymiz. Ya'ni x joyiga nima qo'ysak bo'lar ekan? Y. Y qo'shilgan y teng 16. 2 ta y teng 16. Bo'lishib bo'ladimi? Y teng 16 bo'lingan 2 teng 8. Demak, Alida nechta bor ekan? 8 ta. Boburda nechta bor ekan? 8 ta. Bizdan nimani so'ragan? Xo'sh, Alida nechta bor edi? Sizga javob. Keyin qaytadan tushuntiraman, bolalar. Qaytadan tushuntirish kerak. Masalan, hozir men darrov shot tashladim. Nima foydasi bor? Masalan, o'qish kerak. Ismlarni yozdim, Bobur va Ali. Ularda boshida nechta borligini aytadimi? Biz mana 8 topmasimiz oldin. Biz bilmayotgan edik va o'sha uchun x va y deb yozib oldik. Keyin aytdik. X va y yozib olgan bo'lsak, boshida ularda ikkalasini bir-biriga qo'shganda nechta bor edi dedi? 16 ta bor dedi. To'g'rimi? 16 ta bor dedi. Xo'p. Keyin aytayapti. Mana 3 ta e'tibor beringlar. Bobur o'zini olmalarning yarmini bunga bersa, o'zida yarim qoladi va bundan 3 marta kam bo'lib qolganligi uchun bundan 3 marta kam bo'lib qolgach 3 ga ko'paytirdim. Keyin mana shu tenglamani istesam, mana bu holat keldi. Tushunadimi? Keyingi savolga o'tamiz. 6-misol ishlaymiz. 6-misolimiz nima degan ekan? Agar raqamlari farqli bo'lgan mana shu sonni 10 ga bo'linsa, a ning barcha qiymatlar yig'indisini toping deyapti. Agar raqamlari farqli bo'lgan mana shu son 10 ga bo'linsa, a ning barcha qiymatlar yig'indisini toping deyapti. Agar raqamlar farqli bo'lgan shu sonni 10 ga bo'linsa, a ning barcha qiymatli yig'indisini toping. Savol hozir 1 minut. Savolni yaxshi o'qib olaylik. Demak, savolni qaranglar. Shu darajada ko'p savol o'qiganmanki, 6-masalani qanaqa o'qibman? 10 ga bo'linsa deb o'qibman. Bilsam oddiy. Bo'linsa, bo'linmasa. Bilsam, ma degan oddiygina qo'shimcha bilinmagani uchun misol ishlamay qolardik, sal bo'lmaganda. Demak, bizga qanaqa yozilgan ekan o'rgataman, qaraymiz. 1, 7, 8, 6, a. Demak, shu son 10 ga nima deyapti? Bo'linmas kerak deyapti. Raqamlari farqli degani, mana bu yerda qo'yilgan raqamlarni ujur ishlatib bo'lmaydi. Mana bu yerda qo'yilgan raqamlarni ujur ishlatib bo'lmaydi, chunki raqamlari farqli bo'lsin deyapti. Raqamlari bir xil bo'lsin demayapti. Demak, nima deyapti tushunsalar? Demak, nechta raqamimiz bor? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 ni qo'ya olmayman, 7 ni qo'ya olmayman, 6 ni qo'ya olmayman, 1 ni qo'ya olmayman. Ha? 0 ni ham qo'ya olmaymiz. Chunki 0 qo'yganimizning foydasi yo'q, baribir. 0 qo'ysak 10 ga bo'linib qoladi. 0 qo'ysak 10 ga bo'linib qoladi. Demak, 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan 4 qo'shilgan 5 qo'shilgan 9. 18 23 ekan. Demak, qarang, savol qanaqa edi bolalar? Mana shu son 10 ga bo'linmashi kerak. Mana shu son 10 ga bo'linmasligi uchun oxiri nima bo'lishi kerak? 0 bilan tugamashi kerak. Shuning uchun 0 ni chiqarib yubordik. Nimaga 1 ni ola olmayapti? Chunki 1 уже ishlatilgan. Nimaga 6 ni ola olmayapti? Chunki 6 ishlatilgan, 7 ishlatilgan, 8 ishlatilgan. Agar qolgan raqamlarni qo'ysak, shu chiqqan javob 10 ga bo'linmaydi. Tushunadimi? Keyingi savol ko'ramiz. Xo'sh, 7-misol ko'ramiz. 7-misolimizda avtomobil butun yo'lning 3/7 qismini 1 soatda, qolgan qismini 2 soatda bosib o'tdi. Uning birinchi tezligi ikkinchi tezligidan necha marta katta? Butun yo'lni 1 soatda, qolgan qismini 2 soatda bosib o'tdi. Uning birinchi tezligi ikkinchi tezligidan necha marta katta debdi. Zo'r savol. Demak, qaraymiz. Jami yo'l katta S deb olaman, biladimi? Bilamizmi? Qancha masofa bor ekan? Yo'q. Jami masofa qancha? Jami masofa S. Endi tezlikning formulasi qanaqa edi? Tezlikning formulasi V teng, qarang. S bo'lingan T degan formulamiz bu tezlikni topish formulasi edi.
Ha? Endi e'tibor beradigan bo'lsak, yo'lni birinchi tezlikni topamiz. Qarang, birinchi tezligi v1 teng yo'lni qancha qismini? Demak, s ko'paytirilgan qancha qism? Xo'sh, 3 taqsim 7 qismini 3 taqsim 7 mana. S 3 taqsim 7 ni qancha vaqtda bosib o'tdi? 1 ga bo'lamiz. Tushunadimi? Endi v2 ni topsam, v2 teng qancha qismi qolgan bo'ladi? 3 taqsim 7 bo'lsa, 4 taqsim 7 qismi qolgan bo'ladimi? S ko'paytirilgan 4 taqsim 7 qismini 2 soatda bosib o'tdi, to'g'rimi? Demak, shu aniqlarni topamiz. Har qanday ifodani 1 ga bo'lsa necha bo'ladi? O'zi bo'ladi. 3s taqsim 7 tezligi. Endi qaraymiz shogirdlar. Buni javobi qanaqa bo'lar edi? Xo'sh, 4s taqsim 7 bo'lingan 2. Tagiga 1 yozib nima qilardik? Teskari ko'paytirarmidik? Demak, 4s taqsim 7 ko'paytirilgan 1 taqsim 2. Buni 2 ga bo'lsam, bittadan 2 ga bo'lsam, ikkitadan 2s taqsim 7. Ikkalasini ham topib oldimmi? Bir-biridan necha marta katta deyaptimi? Necha marta katta deydigan bo'lsa, nima qilar ekanmiz? Qaranglar. V1 ni V2 ga bo'laman, teng V1 joyiga nima qo'yaman? 3s taqsim 7 bo'lingan 2s taqsim 7 teng 3s taqsim 7. Mana bu belgi nima bildiradi? Bo'lingan, demak 2s taqsim 7 ni yozyapman. Kasrni kasrga bo'lsak, teskari ko'paytiriladi. 3s taqsim 7 xo'sh ko'paytirilgan 7 taqsim 2s. Buni bilan bu qisqaradi, s'lar qisqaradi. 3 taqsim 2 3 taqsim 2 yoki 1.5. 1,5 marta. 3 taqsim 2 marta kattami? Ajoyib. Mana shunaqa doskani to'ldirdik. O'zi qiyin savol bolalar. Bular haqiqatan qiyin savol. Nima degan tushunsan, ha? Oddiy qaranglar. Jami yo'lni shuncha qismini bosib o'tdi. Qancha qismi qolishi, masalan, 3s taqsim 7 ni bosib o'tgan bo'lsa, 4s taqsim 7 qolganini o'quvchi bilish kerak-da. Nima degan tushunsan, ha? Shuncha qolganini bilish bu juda murakkab narsa. Uni 1 ga bo'lish, uni 2 ga bo'lish bu keyingi pog'ona. Uni topgandan keyin yana ikkalasini bir-biriga bo'lish u 3-pog'ona. Tushunyapsizlar, ha, bolalar? Buni faqatgina videoni qayta-qayta ko'rib, o'rganib, takrorlab o'rganish kerak. Tushunadimi? Doskani ochib keyingi savollar ko'ramiz. Shalxira bo'lim deyman, tiniqlashtirib ketdik. Demak, bolalar, 8-savolni o'qir ekanmiz. 8-savolimiz: agar hozir masalani oxirida bir qiymat yoki bitta gap aytmaganda, bu masala sal qiyin bo'lar edi. Son 2 qismga bo'lindi deyapti. 2 qismga bo'lingan bo'lsa, aynan qanaqa sonlarga bo'lingan? Masalan, 20 degan sonni tasavvur qilaylik. 20 degan sonni 2 qismga bo'l desam, kimdir 10 qo'shilgan 10 deb o'ylaydi. Kimdir 18 qo'shilgan 2 deb o'ylaydi. Kimdir 14 qo'shilgan 4 deb o'ylaydi, to'g'rimi? 2 qismga bo'lsa, ikkita qism degan shunaqa ma'noda, to'g'rimi? Bu qiyinroq bo'lib ketardi, lekin 8-misolda bitta joyi bor ekanda. Qaraymiz. 8-misolni yaxshilab o'rgataman. 8-misolimizda bitta son bor. Qaranglar, sonni o'zi deyman. Katta A. Bilamizmi nima narsani? Bilmaymiz. Lekin shu katta A ni nima qilganmiz? Shunday qilib 2 qismga bo'lganmiz-da. To'g'rimi? 2 qismga bo'lsak, demak, birinchi qism, ikkinchi qism. Birinchi qism qanaqadir x desam, ikkinchi qism qanaqadir y desam va shu x ga y ni qo'shsam, katta A chiqib kelishi kerakmi? To'g'rimi? Chunki shu A degan sonni shuni 2 ga bo'ldik, ikkita biz bilmaydigan sonlar paydo bo'ldi va shu ikkalasini bir-biriga qo'shganda katta A chiqib kelyapti. To'g'rimi? Endi aytyapti, mana sirli joyiga keldik. Misolda ishlaydigan joy, o'quvchi shuni ushlab olish kerak-da, shu joyni. Nima degan tushunasizmi? Ya'ni, qaranglar. Y ni sonni qismini topish uchun qismga ko'paytirardik, to'g'rimi? 1 taqsim 7 qismi nechaga teng ekan? 12 ga teng deyapti. Demak, bu o'yiga proporsiyaga ko'payib boradimi? Y teng 12 ko'paytirilgan 7, y teng
84. Bittasini topdik-a? 84 ni topdik. Endi qara. Endi keyingi qism. Uje birinchi pog'onaga chiqib oldik. Birinchi pog'onaga chiqdik. Uje birinchi qism tugadi. Endi ikkinchi qismga sakrashimiz kerak. 3 ta qismli-da bu. Endi qaraymiz. Birinchi sonni necha qismi? 1/5 qismi. Birinchi sonni 1/5 qismi ikkinchi sonni qancha qismiga teng? İkinci son 1/6 qismiga teng deyaptimi? Ha? Uje bizda ikkinchi son tayyormi? Olib qo'ylar, x topamiz. X ko'paytirilgan 1/5 teng y joyiga 84. X ko'paytirilgan 1/5 teng 6 ga bo'laman. Bittadan 6 ga bo'laman 14 tadan. Keyin bu 5 ham proporsional narx ko'payib boradi. X teng 14 ko'paytiruv 5. X teng 70. Endi kattani topamizmi? Mana bu birinchi ishimiz edi-da. Birinchi ish, ikkinchi ish, endi uchinchi ishimiz nima bo'ladi? Uchinchi ishimiz qo'shamiz. Chunki katta A teng x qo'shilgan y ga teng edi-ku. Katta A teng 70 qo'shilgan 84. Bir-biridan zo'r misollar ishlayapmiz-da. Bir-biridan zo'r misollar ishlayapmiz. 9-misol ishlaymiz. Shaklni yarmini bo'yalishi uchun yana qanday qismi bo'yalishi kerak? Demak, qaranglar, qanaqa o'rgataman? Kecha ham shunaqa ishladik. Kechqurun ishladik, adashmasam. Demak, 8-misolga chizma chizish kerak, ha? To'rtta bo'lar ekan, ha? Mana qaranglar. Birinchi tasavvur qiling. Birinchi shogird deyapman. Shogird dedim. Chizmani ko'rdingmi dedim, ha dedilar. Men ikkalasini bo'ya dedim. Shuni bo'yaganingda, kasr qilib yozganingda qanaqa yozasan desam, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 nechtasi bo'yalgan? Ikkitasi bo'yalgan. Plus dedim. Endi dedim, men dedim, shuni dedim. Hammasini dedim, tasavvur qiling, mana bu bo'yalmagan. Mana ikkalasi bo'yalmagan deb tasavvur qil dedim. Mana ikkalasi bo'yalmagan. Oppoq turibdi deb hisobla. Mana bu yerda bo'ya dedim. Nechta katakcha bor? 1 2 3 4, 1 2 3 4. 16 ta katakchadan bittaginasi bo'yalganmi? Uni nima qilamiz? 16. Qo'shamiz endi ikkalasiga. Mana bunga necha beramiz? 2 tadan bersam 2 2 4, 1 qo'shsam 5 taqsim 16. Shoshma. Bizga aytayapti endi. Shaklni yarmi bo'yalish uchun yana qancha qismi bo'yalish kerak desa. Yarim degani qanaqa yoziladi kasrda? 1. Malades. Demak, endi men bo'yalish kerak deyman. Bo'yalish kerak. Bo'yalish kerak deyman. 1/2 dan ayiraman 5/16 ni. 8 tadan mahraj beraman. 8 kere 1 8, ayirsam 5 ni 3 ta, yana 3/16 qismi bo'yalsa, shaklni yarmi bo'yalgan bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shuni topib qo'yishimiz kerak. Qaranglar. Xo'sh, yana qanday qismi bo'yalishi kerak? 3/16 qismi bo'yalsa to'g'ri bo'lar ekan. Biz 5/16. 9 ga 8 deb 9 silib tashlading. Mana 8 deb yozgan ekanman, uzr. Shunda ikkitasidan qaysi biri to'g'ri? Demak, qaranglar. Malades. Mana shu yerga sig'dirar ekanmiz 10-misolimizda. Demak, bolalar, kema kitobimizni o'rganayotgan vaqtda men sizlarga o'tkir, o'tmas va to'g'ri burchaklarni o'rgatganman, to'g'rimi? Hammaga o'rgatganman. Yana bir marta eslatib ketaman. Eslataman. Demak, o'tkir burchak degani, ana pichoqqa o'xshaydigan o'tkir bo'lmaydi. Tasavvur qiling, o'tkir bo'lsa bir narsani kesarkanmiz demanglar, mana bunaqa. O'tkir degan narsa unaqa. O'tmas degan demak pichog'imiz o'tmas ekan deb o'ylamanglar. U prosta normal. Masalan, cho'ponlarda bo'ynoq degan kuchi bo'lsa, bo'ynoq biladi-yu. Prosta bo'ynoq deb chaqiradi. Bo'ri bosar deydi, demak bo'rini yutar ekan deb o'ylaymiz, ha? O'tkir, o'tmas degan narsa prosta uni nomi deb tasavvur qiling. Xo'p, qanaqadir
O'tkirdan pichoq kesadigan deb o'ylamanglar, xo'p? Demak, qaraymiz. O'tkir burchak deb, o'tkir burchaklar deb yozaylik. O'tkir burchaklar deb nomlanishi alfa deb nomlanar ekan, alfa. Mana bu alfa belgisi 0 dan 90 gradusgacha bo'lgan qiymatlar hammasi o'tkir burchak bo'lar ekan. Ya'ni 0 dan 90 gacha bo'lgan hamma burchak o'tkir burchak deb atalar ekan. Endi o'tmas burchaklar deb beta deb yozamiz. Beta B emas. Boburdagi B emas. Bu beta degan harf. Mana pastroq bo'ladi, mana bunisi. Teparoq bo'ladi. Mana beta deganimiz strelka 90 dan 180 gacha bo'lgan hamma burchaklar nima bo'ladi? O'tmas burchaklar deb atalar ekan. Bizda savolda nima deyilgan? Quyidagilardan qaysi biri to'g'ri debdi. Xo'sh, B javobni qaranglar, 88 gradusli burchak o'tkir burchak. To'g'rimi? 88 shuni orasidami, shuni orasidami? 90 orasida. Mana buni orasida. 131 mana buni orasida bormi? 131. D javobni qaranglar. 130. Shu orasida bormi? Yo'q. Seni qara. 85 shuni orasida bormi? 91 to'g'ri burchak deyapti. Yo'q, u to'g'ri burchak haqida u boshqa o'rgatmadim. Demak, o'tkir o'tmas. Javob B javob bo'ladi. Hamma tushundimi? Xo'p, yaxshi, doskani hozir o'chirib, yana bir ikki narsani tushuntirib ketaman. Keyin yana o'rganaveramiz, xo'p? Matematiklar diqqatiga. Endi hozir o'tkir, o'tmas haqida kelib qoldi. Bizga masalan chizmali misollar kelib qolishi mumkin, to'g'rimi? Chizmali misol kelgan vaqtda qaysi biri o'tkir burchak deyish mumkin. To'g'rimi? Qaysi biri o'tmas burchak deyish mumkin. Demak, hamma narsa shogirdjon doskaga qaraymiz. E'tibor bering. Hamma narsa mana bu yerdan boshlanadi. Demak, o'rgataman. Diqqat qilinglar. Burchaklar mana bu narsamiz, ya'ni mana shu ko'rinishimiz 90, ya'ni alfa teng 90 gradusli burchak bo'lar ekan, ya'ni eslab qoldingiz, ha? Mana shu ko'rilasizmi? Demak, mana shu burchagimiz 90 gradus deyilar ekan. Keyin o'quvchiga o'rgatayotgan vaqtda mana bunaqa deyilar ekan. Agar deydi 90 dan orqaga yotsa o'tmas, oldinga egilsa o'tkir deb nomlanar ekan. Demak, masalan qaranglar, mana 90 dan salgan pastroq qildimmi mana? O'zim mana bunaqa turuvdim boya. Avval mana bunaqa turuvdimmi? Demak, bu bukildimi? Demak, mana bu burchagimiz qanaqadir? 60 gradus. Demak, bu burchak nima deb nomlanar ekan? O'tkir burchak deb nomlanar ekan. O'tkir bo'lish uchun 90 dan kichkina bo'lish kerak. Ya'ni mana buksang o'tkirlashadi. Agar mana boya mana bunaqa edimi? Boya 90 bo'lib turibdi, lekin endi bu qanaqa bo'ladi? Orqaga yotgan, demak bu 135 gradus. Bu qanaqa burchak endi? O'tmas burchak. O'tmas burchak. Tushunaylikmi? Demak, qaranglar. Mana bunday tursa 90 gradus, 90 dan yotsa, mana yotyapti-ku. Qancha yotib borsa o'tkir bo'ladi. To 1 gradusgacha. Mana shu ham o'tkir burchak bo'ladi. Mana. Burchak ko'ryapsanmi? Taxminan 15 gradus. Bo'ladimi? Shu 15 gradus nima bo'ladi? O'tkir burchak. O'tkir burchak deyiladi. Xohlasak mana buni ham qilishimiz mumkin. Mana qarang. Salgina burchagi bormi? Mana. Salgina burchagi bormi? Tep-tekis emas-ku. Necha gradus deymiz? 178 gradus. 90 dan hamma katta burchaklar. Nima deylar ekan? O'tmas. 90 dan kichigi o'tkir. Tushunib oldingizmi? Ketdik, keyingisini ko'ramiz. Nima deyilgan ekan? Quyidagi barabarni aylantirganda yulduzcha chiqish ehtimoli kvadrat chiqish ehtimolidan qanchaga kichik? Qanchaga kichik? Demak, qaranglar. Ha? Umri mana 40 dan 900 gacha bo'lgan sonlar ichida 9 raqam necha marta qatnashadi? Bo'ldi, yo'q, yaxshi, buni o'rganamiz, qaranglar. 40 dan 900 gacha deyapti. Biz nechalarni ishlab chiqdik? 2 larni ishlab chiqdik, 3 larni ishlab chiqdik. Yana o'rganamiz. Demak, qaraymiz. 11-misol ishlar ekanmiz. 11-misolimizda bizga aytayapti ekan 40 dan
40dan to nechigacha? 900 o'zi ham kirarmikan? 900 gacha. Davay. Nilfargacha. Qoladi, Nilfardan qolgani ketadi. Desam, Nilfargacha bo'lsa, Nilfardan qolgani olinmaydi, Nilfar olinadimi? Javohirgacha bo'lgani qolsin, Javohirgacha qolinglar, qolgandan chiqib ketaveringlar desam, demak Javohir ham qoladimi? Tushunadimi? Demak 900 gacha bo'lsa 900 ham kirgizamiz javobga. Keyin ishlarkanmiz. Demak 9 raqam necha marta qatnashadi deyaptimi? Ha? 9 raqam necha marta qatnashadi desa, yozamizda bismillah deb ketdik. 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Biz buni ham nima qilishimiz kerak endi? 109 dan 199 gacha ham yozib chiqishimiz kerak bir. Chunki qaranglar, 109, 109, 119, 129 qilib chiqamiz. Keyin nima qilamiz shular hammasini? 209, 219, 319 deb sanab ketaveramizda. Ketdik. 109, 119, 129, 139, 149, 159, 169, 179, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199. Ahmoq kishi 900 gacha yozib chiqadi shunday qilib. Lekin iloji yo'q, yozib chiqsa ham bo'ladi. Ahmoq kishi deb. Sanab chiqamiz birinchi 9 dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demek 16 ta bir yerde var ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bilamiz ki 20 chiqishini yodlab oldik. Demek qaraymiz. 100 dan 200 gacha nechta bor? 20 ta bor ekan. 20 ta 9 qatnashadi qayda. Buni hali hisobga olma. 100 dan 199 gacha nechta bo'ldi? 20 ta. Agar endi men masalan yangi kelganlar bor, Muhammadjon bor, Temur bor, yangi kelganlarda masalan demak 109, 119, 129, 139 qildim-ku. Endi tasavvur qilgan shu narsa mana birlarning o'rniga 2 yozib chiqyapman. 209, 229, 229, 239, 249, 259 desam, bari shu narsami? Faqatgina mana bu yerlar o'zgaradimi? Endi mana bu yerni 309, 319, 329, 339 desam, prosta mana bu yerlar o'zgarib qolgan narsa turaveradi. 1 o'rniga 3, 3 o'rniga 4, 4 o'rniga 5 kelaveradi-da. 200 dan 300 gacha nechta bor? 20 ta. 300 dan 400 gacha nechta bor? 20 ta. 400 dan 500 gacha 20 ta. Xo'sh, 500 dan 600 gacha nechta bor? 20 ta bor. 600 dan 700 gacha nechta bor? 20 ta bor. 700 dan 800 gacha nechta bor? 20 ta bor. Demek 800 dan 900 gacha yo'q. 899 gacha nechta bor? 20 ta bor. 900 da o'zi bitta bor. 900 da bitta bor. Bu yerda nechta? 16. Bechora mana birimdan 17, eslab qol, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 160. 160 ga qo'shinglar 17. 177. Mana men bor-ku. Yo'q, bu yo'q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 160, 177. Jami 177 ta bor ekan. Hamma tushundimi? 177 ta. Demek endi qaraymiz. Ehtimoliy nazariyasi. Temur bosh ko'tar. Demek ehtimoliy nazariyasida P A hodisaning P ehtimoli qanaqa bo'lar edi? M taqsim n edi. M taqsim n. Bu m jami bizga keraklilar soni, n esa jami elementlar soni. Demak qaraymiz.
M bizga keraklilar soni. N esa jami elementlar soni. Jami elementlar soni. Endi qaraymiz. Birinchi nimani topamiz? Birinchi yulduzchani ehtimolini topamiz. Birinchi P A1 deymiz. Yulduzcha kerak bizga? Jami nechta bor? Element. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jami element 8 ta, bizga nechasi kerak? Bittasi. P A2. Endi to'rtburchakni topinglar. To'rtburchak nechta bor? Ikkita bormi? Bizga ikkita kerak, jami 8 ta. Mana bu ehtimol. To'rtburchak chiqishi ehtimoli, mana bu ehtimol yulduzcha chiqishi ehtimoli. Qanchaga kam desa nima qilamiz? Kam. Ayirish kerakmi? 2 taqsim 8 dan ayiramiz 1 taqsim 8 dan. Tushunaylikmi? Xo'sh, quyidagi barabarni aylantirganda yulduzcha chiqish ehtimoli kvadrat chiqmaslik ehtimoli. Kvadrat chiqmasligi ehtimolidan. Voy. Kvadrat chiqmasligi ehtimolidan degan ekan-ku. Bizga mana bu narsa bor-ku, bo'lmasa adashibmiz. Hozir mana 2 taqsim 8 bor-ku, 2 taqsim 8 bu kvadrat chiqishi. Chiqmasligi necha bo'ladi bilasizmi? Kvadrat chiqmasligi jami nechta bor? 8 ta. Demak, chiqmasligi uchun bizga nechtasi kerak bo'ladi? 6 tasi kerak bo'ladimi? Hammasidan 6 tasi kerak. 2 tasi kerak emas-da. Shuni chiqib kvadrat chiqib qolsa o'ylamiz. Nima degan tushunasizlar? Kvadrat chiqib qolsa o'ylamiz. Demak, kvadrat chiqmasligi uchun 6 ta kerak bizga. Demak, m bizga keraklar soni, n esa jami elementlar soni. Jami 8 ta bor. 2 tasi kerak emas. Qolgan 6 tasi chiqish kerak. Endi ayiramiz. 6 taqsim 8 dan ayiramiz 1 taqsim 8 dan. Hamma tushundimi? Boshqa keyingi savollar ko'ramiz. Demak, davom etarkanmiz, bolalar. 13-savolni qarasak, to'g'ri burchakli parallelpedning o'lchamlari mana shuga teng. Uning barcha qaralari 4 sm uzaytirildi. Parallelpedning sirtin yuzi qanchaga ortgan? Bugun ham xuddi shunaqa savol ishladik maxsus testlarda. Shunaqa ishladik, oxirida javob chiqmay qoldi. Agar kim ko'rgan bo'lsa, bugun kim ko'rgan bo'lsa 61-variant edi, adashmasam 61-variantda. Shuni ishlayapmiz, xuddi shunga o'xshagan savol berib, javob noto'g'rida. Lekin yo'l bo'lib qolyapti, shunga o'xshagan savollar. Qayerda nima kelgan bilayapmiz. Demak, birinchi navbatda to'g'ri burchakli parallelpedning o'lchamlari deyapti. Parallelpedni bilamiz, ha? Ketdik 13-misolni ishlar ekanman. 13-misolimizda qarasak. Mana bu shaklimiz qanaqa shakl? To'g'ri burchakli parallelped shakli, to'g'rimi? To'g'ri burchakli parallelped shaklimizni o'lchamlari 10, 15 va 20 sm ga teng ekan. Demak, qarang, mana bu yerimiz 10 sm, mana bu yerimiz 15 sm. Diqqat qilmayapsizlar? Mana bu yer 20 sm ekan. Bizga sirtining yuzi qanchaga ortdi deb savol beryapti, to'g'rimi? Sirtining yuzi qanchaga ortganini bilish uchun avval qancha o'zida borligini bilish kerak. Boshida necha bo'lganini bilishimiz kerakmi? Qanchaga ortganini bilishimiz uchun avval boshdagan bilamiz, keyin kattalgandagi natijasini bilamizda. Demak, qarang mana. Nilufar 5 yoshga kattardi. Nilufar boshida necha yosh edi? Bilamizmi? 5 yoshga kattargandan keyin boshida necha ekanligini bilmasang, u 5 yoshga kattargandan keyin necha yoshga to'ladi? Necha yoshga to'ladi 5 yoshdan keyin katta 5 yosh kattarsa? Ishlatinglar. X + 5 to'g'ri, X + 5 to'g'ri aytyapsan, lekin baribir boshlanishdagi necha bo'lgani kerakmi? Demak, hozir biz o'sha ishni qilamiz. Boshda necha bo'lganini topa olamiz. Demak, qaranglar. Mana buni nima qilaman? S parallelpedning to'la sirtin yuzi 2 ko'paytirilgan qavishda AB qo'shilgan BS qo'shilgan AC, to'g'rimi? Bu parallelpedning to'la sirtin yuzini topish, to'g'rimi? Demak, S parallelpedning 2 ko'paytirilgan qavishda 10 kare 15 mi? 10 ko'paytirilgan 15 plus. Endi siz noto'g'ri ish qildingiz. Qanaqa noto'g'ri ish qildingiz bilasizmi? Betartiblik eng yomon narsa. Atang necha? 10
B teng nechi? 15. C teng nechi? 20. Mana shunday qilib yozib olinglar. Hech qachon betartib bilan misol ishlamanglar. Tushunaylikmi? Demak, ikkalasini ko'paytirsam yozdim. BC 15 ko'paytirilgan 20 plus 10 ko'paytirilgan 20. Demak, yozsam 2 ko'paytirilgan qo'shilgan 150 qo'shilgan 300 qo'shilgan 200. Demak, 2 ko'paytirilgan 650 desam 650 1300 bo'larmikan? Boshida uni sirtini yuzi qancha bo'lgan? 1300 bo'lgan. Sirtini yuzi 1300 bo'lgan. Endi qanchaga kattardi desak, tasavvur qiling hozir 1 yana. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, qo'limda ikkita parallel shaklladinglar. Bu o'zi aslida prizma deyiladi. Prizma katta sinflarda o'tiladi. Parallel deb tasavvur qilamiz. Avval bunaqa edi. Mana shu parallelimiz. Buni sirtini yuzi degani mana. Mana bu joylari bor, mana. Tasavvur qiling, mana sirtini yuzi mana hamma tomon bo'yab chiqdi hozir. Mana bo'yab chiqqanimizda qancha chiqdi? 1300 chiqdi. 1300 chiqdi, yaxshi. Endi uni tomonlarini kattartirdikmi? Tomon qiyshayib ketib tushib ketib qoldi. Tomonlarni nima qildik? Kattartirdik. Tomon kattargandan keyin buni yuzi ham kattardimi? Endi bunga boshqa ko'proq kraska ketadimi? Bunga qaraganda ko'proq kraska ketadi, to'g'rimi? Agar sepsak. Bu kattaroq bo'ldi, to'g'rimi? Demak, xo'sh. Endi biz shu kattarganini topishimiz uchun hammasi bu ham qanchaga kattardi? O'lchami qanchaga kattardi? 4 sm kattardi. Bu necha bo'lar ekan? Demak, A teng 14 bo'ladi endi bu. Xo'sh. A1 deymizmi? A1, B1, C1 deylik. A2, B2 ikkinchi. 4 qo'shinglar. 19, 4 qo'shinglar. Xo'sh, C2 24. Endi nima qilamiz buni? S parallel teng 2 ko'paytirilgan qavsda A2 B2 plus B2 C2 ko'paytirilgan A2 C2. Mana. To'g'rimi? S parallel teng 2 ko'paytirilgan qavsda 14 kara 19 19 kara 24 plus 14 kara 24. 2 ko'paytirilgan qavsda 200 hozir 280 bo'lsa 266 bo'lmaydimi? 20 tasi 280 ku. 266 bo'lar ekan mana bu. 266 plus xo'sh 20 tasi 480 bo'lishi kerak. 480 dan 24 ayirsam 456 bo'lar ekan mana bu. 456 bo'lar ekan. 456 ga 24 qo'shsam 480 bo'ladimi? Qo'shilgan 24 ni 14 ko'paytirishim. Aniqmi? Agar xato bo'lsa seni ayblayman. 2 ko'paytirilgan qo'shamiz endi hammasini. 266 qo'shilgan 456 yana 336. 18 bir nilda 11 14 15 bir nilda 6 9 10 1058. Endi 1058 2 ga ko'paytirishim kerak. 1058. 2 ga ko'paytirsam 2100 necha? 16. Xo'p, yaxshi. Necha bo'lar ekan 2 ga ko'paytirsak? 2116. Endi shunda nima qilishimiz kerak ekan? 1300 ayirishimiz kerak ekan. 2116 ayrilgan 1300. Keyingi misol ko'ramiz. Demak, 14-savolga qarasak, 70 kishi o'quvchidan 14 nafar matematikaga, 45 nafar esa fizikaga qiziqadi. Ikkala fanga ham qiziqadigan o'quvchilar soni qancha bo'lishi mumkin? Venn diagrammasi. Formulasi qanaqa edi? Formulasini birinchi yozamiz. 14-misolimiz. 14-misolimizda jami ingliz plus fransuz minus ikkala plus bilmaydigan. Ko'p hollarda bilmaydigan nima bo'ladi? Yo'q, aytilmaydi. Ko'p hollarda bilmaydigan aytilmaydi. Endi bizda jami necha kishi bor ekan? 70 kishi bor ekan.
Matematikaga qiziqadigan necha kishi? Fizikaga qiziqadigan 45 kishi. 45 kishi fizikaga qiziqar ekan, ikkala fanga qiziqadigan x. Nima qilamiz endi x topishimiz uchun? Oddiy ishlab qo'yamiz, a? Xo'sh, 70 teng necha bo'ladi? 79 ayrilgan x. X bu yerga o'tadi. 79 ayrilgan 70. X necha? 9. Tushunaylikmi? Demak, bu narsa Venn diagrammasi orqali chiqadi. Venn diagrammasi mana shu ishlanadi. Menimcha bir 80 marta ishladik Venn diagrammasini. Xo'sh, 15-misolimizni mana bu yerga chizib ko'rsatib berishga sharoit yo'q. Miyani ishlatasizlar va men gapimni eslab qolasizlar. Demak, har birini tomoni x ga tengmikan tomonlari shu shaklni perimetr degani hamma tomonini chumoli yurganda. Chumoli bilasizlar qanaqa yuradi? Chumolda hamma joyini bosib o'tadi-da. To'g'rimi? Hamma joyini kataklarni sanab chiqasizlar-da, javobini topib qo'yasizlar. Kelishdigan o'zlaringiz. Endi u narsani men qo'llayni ushlab qildirmayman. 16-misol ishlaymiz. 16-misolimizda qirrasining uzunligi nechaga teng ekan? Qirrasining uzunligi 8 ga teng ekan. Demak, kimdir shu narsani bilmasa, og'zini ochib o'tiradi. Bu nechaga teng rim raqamida? 8. Qirrasining uzunligi 8 ga teng bo'lgan kub sirtining yuzini hisoblang. Bu yerda rim raqamidagi son. Sirtining yuzi va kubni sirtining yuzidan hajmini topyapmiz. S kubni sirtining yuzi qanaqa formulada topiladi? 6a kvadrat. To'g'rimi? Hamma biladimi? Kubni sirtining yuzi 6a kvadrat orqali topiladi. Demak, S k teng degani 6 ko'paytirilgan 8 ni kvadrati. 6 ko'paytirilgan 8 kara 8. 6 ko'paytirilgan 64. 384 mikan? 384 ga teng ekan. Javobimiz A javob. Bu yerda o'quvchi bilish kerak bo'lgan narsa rim raqamlari. Rim raqamlarida bitta 5, 3 ta tayoqcha bo'lsa 8 bo'ladi. Buni aniqlagandan keyin formulani bilish kerak, tamom. Tushunaylikmi? Doskani ochib keyingi savollar ko'ramiz. Demak, davom etamiz. O'sha e'tibor beradigan bo'lsalaringiz, 7-variantga keldik. Savollar qaytib boshlaydi. Masalan, 17-savolni deyarli kecha ham yechgan edik. Esingizda bo'lsa, to'g'rimi? Kechagi 6-variantda ham shunaqa savol bor edimi? Demak, o'rganyapmiz. 17-savolni qarasak. M teng 0.45 ko'paytirilgan 2. N teng 1. P teng 0.85 ko'paytirilgan 1.1. Bu sonlarni taqqoslang debdi. E'tibor beradigan bo'lsak, Sarvara. Mana buni o'zi qiymati berilgan, to'g'rimi? Buni hech narsa qila olmaymiz. Lekin mana buni ko'paytirayotgan vaqtda vergulli sonlar qanaqa ko'paytirilardi? Vergulni yo'q deb ko'paytirib, keyin nechta vergul bo'lsa, o'ngni chapga surib qo'yishimiz kerak edi. 45 ni 2 ko'paytiraman. 90. 90 ni yozdim. Ikkita borligi uchun 1, 2. Nechaga teng ekan? 0.90 ga. 0.90 kattami? 1 kattami? 1 katta. Chunki verguldan keyin ikkita 0 qo'yib olsam, bu 100 ga aylanadi. To'g'rimi? Verguldan keyin nollarning ahamiyati yo'q-ku. 85 ni 11 ko'paytiramiz. 935 ekan. 935 hali bu uchun ikkita, bu uchun bitta, 3 ta. 1, 2, 3. Menga aytinglarchi, 0.935 kattami, bu kattami desak, bitta 0 qo'yib olaman. Xonalar tenglashdimi? Bu mingga aylandi, ming. Demak, eng kichkinasi m, undan kichkinasi p, eng kattasi n. Ajoyib. Demak, 18-savol ko'ramiz. 18-savolga e'tibor bersak. Hozir Muhriddin ertaga soat 14:45 da ish suhbatiga borishi kerak. Uning suhbatigacha qancha vaqt qoldi debdi. Demak, qaranglar, hozir soat necha? Hozir soat
10:00. Endi bitta taktika o'rgataman-da. Bugun soat 10 ku, ertaga soat 14:45 da borish kerakmi? Yozaman, mana qaranglar. Suhbat deyman, suhbat. Ertaga nechida? 14:45 ha? Qaranglar. Mana soat 10 dan, mana bugun hozir soat 10. Muhammadjon qara doskaga. Mana hozir soat 10. Ertaga soat 10 gacha necha soat o'tadi? Buni hamma bilsa kerak, to'g'rimi? Men hozir 10, ertaga soat 10 da kelasizlar. Bir tungacha ko'rishguncha desam, 24 soat sizlar bilan ko'rishmaymizmi? Ha? 24 soat ko'rishmaymiz. Demak, biz hozir 24 soatimiz bor uje bizda. 24 plus prosta biz ertaga soat 10 dan mana bungacha bo'lgan vaqt topishimiz kerak. 10 dan 11 gacha 1 soat, 11, 12, 13, 14 plus 45. 4 soat 45. 4 soat 45 minut. Javobimiz nech bo'ladi? 28 soat 45 minut. Taktikani tushundilaringizmi? Qarang. Bugun soat 10, suhbat ertaga 2:45 da-ku. Men soat 10 bo'lsa dedim. Ertaga soat 10 gacha qancha vaqt bor dedim? 24 soat dedingiz. To'g'rimi? Ertaga soat 10 gacha 24 soat bor. Erta soat 10 dan to 2:45 gacha nima qildim? 11, 12, 13, 14, yana 45. 4 soat 45. 28 45 degan javob bormi? Qanaqa ajoyib. 19-savol. Ali va Vali tortni yarmini yedi. Ochko'z ekanda. Mayli, oshmasin. Kamron va Sardor esa 5/2 qismini yedi. Sobir oxirida tortning qolgan qismini yedi. Sobir tortning qanday qismini yegan? Juda yaxshi. Demak, qaraymiz. Ketdik, o'rgataman. Hamma diqqat qilsin bolalar, hamma diqqat qilsin. Nechinchi savol? 19-savol. Qaranglar. Tortni hammasi qancha edi? Bilmaymiz. Katta A desam bo'ladimi? Katta A. Tortni hammasi qanday katta A edi? Sobir bilan yo'q. Ali va Vali tortni yarmini yedi. Qarang. Ali va Vali qanchasi yedi tortni? Yarmi ketgan bo'lsa, A taqsim 2 ni yegan, qolgan A taqsim 2 si qoldimi? To'g'rimi? Ali va Vali mana shunchasini yegan. A taqsim 2 qoldimi? Kamron va Sardor esa shunchasini yedi. Lekin bitta joyi bor. Kamron va Sardor hamma tortni 5/12 qismini yedimi? Yo'q, qolgan tortni 5/12 qismini yedimi? Qolgan degan joyi yo'q-da. Esa 5/12 qismini yedi. Sobir oxirida tortning qolgan qismini yedi. Sobir tortning qanday qismini yegan? Demak, qaraymiz, mana bunday qilamiz. A ko'paytirilgan 5/12 deyman. Kelishdigan qolganini emas. Endi Sobirga qancha qolganligini topishimiz uchun mana bundan buni ayirsak, mana shuncha qoladi-ku. Shuncha qoladi. Uni shunchasini qaranglar, yeganmiz. Endi men nima qilaman? Qaranglar. A taqsim 2 dan ayiraman. 5A taqsim 12 ni. A taqsim 2 qoladi. Qarang, jami o'zi A. Hamma diqqat qilsin, nima aytgan? Jami A edi. Yarmini yedi. Qancha qoldi? Mana shuncha qoldimi? Shuncha qolganligini eslab qol, mana o'sha qolgani. Kamron va Sardor jami tortni bunchasini yedi. Endi mana bunday kamayadi. Demak, bunga 6 dan makhraj bersam 6A bo'ladi. 6A dan ayirsam 5A ni qancha qoladi? A taqsim 12. Yoki 1/12 qismi. Sobir qanchasi yegan? 1/12 qismini yegan. A javob. Tushunaylikmi? Mana shuni topish kerak.
Videoni qayta ko'rib ishlaysizlar. 20-misolga yo'nalish. 20-misolimizga biz har doim 4 burchak kelsa, 3 burchak kelsa nima qilib ishlardik? X deb ishlardik. To'g'rimi Qurdan? Barakalla, ketdik. X ko'paytirilgan 8 teng 256. X teng 8 bo'lish o'tadimi? 256 bo'lingan 8 x teng 32. X teng 32 degani, oho, 32 ko'paytirilgan 80 ayrilgan 10. Javobni o'zlaring topasizlar. Tushunadimi? Xo'sh. Doskani shu keyingi savolni o'ylaymiz. Demak, davom etar ekanmiz. Sardor, eshityapsizlar? Sardor 25 va 35 sonlar orasida bir son o'yladi va o'ylagan sondan birini ayirdi va natijani 2 ga bo'ldi. Hosil bo'lgan sondan yana birini ayirib 2 ga bo'ldi. Shuni bir necha marta bajargandan keyin oxirida bir soni qoldi. Sardor eng boshda qanday sonni o'ylagan? Shogirdlar, bu misolni javobdan foydalanib ishlaymiz. Masalan, qaranglar. 27 sonni olamiz-ku. Eshit. 27 sonidan birini ayir. Necha? 26 bo'ldi. 26 bo'lgan bo'lsa 2 ga bo'l. 13. 13 dan yana birini ayir. 2 ga bo'l. 6. Yana birini ayir. 5. 5 dan 2 ga bo'lib bo'ladimi? Tubik yo'lan, tubikka kirib qolyapti. Ya'ni oxiri berk bo'lib qolyapti. 27 ni olmaymiz, 31 da olamiz. 31. 1 da ayir. 2 ga bo'l. 15. 1 da ayir. 14. 2 ga bo'l. 1 ni ayir. 2 ga bo'l. 1 ni ayir. 2 ni 2 ga bo'l. Javob 0 ekan. Tushunadimi? Javobdan foydalanish kerak edi. Javobdan foydalanib, mana shu misolni ishlab qo'ydik, tamom. Ustozning vazifasi mana shu. Mana shu joyni sizlarga o'rgatdim. Keyin qismga o'tamiz. 22-misolga. Xonaning eni 25 metr va bo'yi 40 metr. Xonaning har 4 metr kvadrat qismini yoritish uchun bitta lampochka ishlatilsa, xona to'liq yoritish uchun jami necha lampochka kerak bo'ladi? Demak, qaraymiz bolalar. Ketdik. 22-savolni ishlab beraman. 22-savol e'tibor beradigan bo'lsak, yuzasi bor ekan. Yuzasi mana bu yerda 25 metr ekan. Mana bu yerda 40 metr ekan. Yuzasini topsak qanday topamiz yuzasini? S teng 25 ko'paytirilgan 40 topamizmi? 25 40 ko'paytsam 1000 bo'ladimi? 1000 metr kvadrat. 1000 metr kvadratni yoritish uchun har 4 metr kvadratga mana tepaga qarasalaring, hammasini bir-biriga tiqib joylashtirmagan-ku, buni ham to'g'rimi? Demak, bitta lampochka qo'yilyapti, oradan keyin qanaqadir joy yana lampochka qo'yilyapti, to'g'rimi? LED lampochka. Demak, nechta ketganligini bilishimiz uchun 1000 ni 4 ga bo'lamiz. 1000 bo'lingan 4 teng nechta? 250 ta nima kerak ekan? Lampochka kerak ekan. 250 ta degan lampochka sizga javobda bor. 23-misol qaraymiz. 23-misolimizda kuboidni to'la sirtini yuzini toping deb. Kuboid degan parallelped sifatida o'rganinglar, tushunadimi? Nima ekan bu kuboid demanglar. Demak, tomonlari necha santimetr? A teng 7 santimetr, B teng 4 santimetr, C teng 4 santimetr. To'la sirtini yuzini so'rayaptimi? S parallelped yuzini so'rayapti. Formula qanaqa edi? S parallelped teng 2 ko'paytirilgan AB plus BC plus AC. Uje bu ikkinchi marta o'rganadigan. Bu mana shu variantda ikkinchi yoki uchinchi marta ishlayapmiz buni hozir. S parallelped teng 2 ko'paytirilgan qavsda 7 kara 4. 7 kara 4 7 kara 4 plus 4 kara 4. To'g'rimi? S parallelped teng 2 ko'paytirilgan qavsda 28 plus 28 plus 16. Demek S parallelped teng 2 ko'paytirilgan 72 deysizlar. 72 teng 144 santimetr kvadrat.
B javobda bor ekan. Tushunarlimi? Formulaga qo'yib qo'ydik. A nuqtaning koordinatasini toping debdi. Bolalar, A nuqtaning koordinatasi, demak qaranglar. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Demin qaraymiz. E'tibor beradigan bo'lsak, shogirdlar, 24-misol tushuntiraman. 24-misolimizda A deganni koordinatasini topishimiz uchun, A degan koordinatani topishimiz uchun e'tibor beradigan bo'lsak, 0 da mana 0 degan nuqta-ku. E'tibor bermaysiz, tushunmay qolasiz hozir. Eshitsanmi? Mana 0. 0 dan keyin nechtadan keyin berilyapti? 1 2 3 4 5. 5-nuqta 1mi? 1dan keyin nechinchi nuqtada 2 bor? Endi 5 ta nuqtadan keyinmi? Demak, mana bu narsamiz 1 2 3 4 5 ta bo'ldi. Keyingisini qaranglar. 1 2 3 nechinchi nuqtada turibdi A? 3-nuqtada. Mana bu yerda A turibdi. A'dan keyin yana bitta nuqta bor. 4. Mana 5 da 2 turibdi. Demak, 1dan kattami? A nuqtaning koordinatasi 1dan katta va 5 talik ichidan nechinchida turibdi? 5 tadan 3-da turibdi. Tushunarlimi? 1dan katta 5-chisini 5 dan 3-da turibdi. Xo'sh, 25-savolni ishlaymiz. 25-savolda 215 ayrilgan x kichik 16 tengsizlikni qanoatlantiruvchi x ning eng kichik qiymatini toping. Demak, nima qilamiz? 16 ayirib o'tadi, x bu yoqqa o'tadi. 215 ayrilgan 16 kichik x dan. 199 kichik x dan. Demak, buni joyiga qaranglar. 200 qo'ysam bo'ladimi? 200 199 dan kattami? Mana bu 200 qo'ysam bo'ladi, x joyidan. 201chi? 202chi? 1000chi? Millionchi? Trillionchi? Xohlagan sanani qo'ya olaman. Lekin eng kichkina nechini qo'ya olaman? 200. 200 dan boshqa kichkinasi bormi? Shuni so'rayapmiz. Eng kichkinasi 200 ekan. Qaysi javob? 26-savol ko'ramiz. Agar AB ikki xonali son raqamlar yig'indisidan 7 marta katta bo'lsa, BA ikki xonali sonni raqamlar yig'indisidan necha marta katta debdi. Demak, 26-savolga nima degan? Hamma diqqat qilsin-da. Demak, AB ikki xonali sonni raqamlar yig'indisidan 7 marta katta bo'lsa, demak, qaranglar. Mana. AB degan ikki xonali son, eshitinglar. AB degan ikki xonali son, uni raqamlar yig'indisidan ikkalasini qo'shamiz-ku mana. Bu ikki xonali son, eshitasizlarmi? Mana bu ikki xonali son, o'shani raqamlarini qo'shsak va 7 ga ko'paytirsak, mana shu son chiqadi deyapti. Keyin shu sonni avval topib olaylik. Avval shu sonni topib olaylik. Mana buni nima deb ochar edim? 10a plus b teng 7a plus 7b. 2. B nariga o'tdi, 7 bu yoqqa o'tdi. 10ta a ayrilgan 7ta a teng 7ta b ayrilgan b. 3ta a teng nechi? 3 bo'lishib boradi. A teng 6b bo'lingan 3. A teng nechi? Endi son tanlaymiz bolalar bunga. Son tanlaymiz. Demak A, B. B ga 1 qo'yinglar. B ga 1 qo'ysam 2 kara 1. O'rtada ko'paytirish bor-ku. 2 kara 1 2. 2 beramiz B ga. 2 bersam 2 kara 2 4. 3 beringlar. B ga 3 bersam 2 kara 3 6. 4 bersam 8. Sinab ko'ringlar chiqqani. Bolalar sinab ko'ramiz. Qaranglar. 21 degani 2 qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 7 to'g'rimi? Mana 42 ni ko'r. 42 teng 4 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 7.
To'g'rimi? Nimaga to'g'ri emas? 42 degani 4 qo'shilgan 2. 6, 6 kere 7 42 ku. 63 degani 6 qo'shilgan 3 ko'paytirgan 7. To'g'rimi? Keyingisi 84 degani 8 qo'shilgan 4 ko'paytirgan 7. Bu ham to'g'rimi? Endi bizdan nima so'ragan? BA ikki xonali sonni raqamlar yig'indisidan necha marta katta debdi. BA ikki xonali sonni raqamlar yig'indisidan necha marta katta? BA ikki xonali sonni raqamlar yig'indisidan necha marta katta? BA degani u necha bo'lishi mumkin? BA 12 bo'lishi mumkin. Yo'q. 12, keyingisi 24, keyingisi 36, keyingisi 48. Bo'lib bo'lmaydi. Qaysi? Raqamlarni qo'shtirib ko'paytirsangiz chiqadi. 4 degan narsa qayerdan olyapsan? Demak, BA ikki xonali sonni raqamlar yig'indisidan necha marta katta? 4 marta. Mana buni so'rayapti, qaranglar. Ikkalasini qo'shing, mana bu narsani so'ragan. Saloq yaxshi aytyapti. Mana ikkalasini 1 qo'shilgan 2 necha marta farq qiladi? 4 marta farq qiladimi? Raqamlarni qo'shinglar. 2 qo'shilgan 4. Nechini yozsam tenglashadi? Qo'shinglar. 3 qo'shilgan 6. Nechini ko'paytirsam bunga tenglashadi? 4 marta katta ekanda. 4 so'raydigan ekan. Qiyinroq savol ekan. Xuddi mana shunday qilib videoni yaxshilab ko'rib, ishlab qo'yasiz. Tushunarlimi Mirkomil? Diqqating jamla. Keyingi savollar ko'ramiz. Demak, 27-savolni o'qinglar hamma. Raqamli soat 12 soatli tizimda ishlaydi. Soat displeydagi raqamlarni mumkin bo'lgan eng katta yig'indisi nimaga teng debdi. Xo'sh. Shogirdlar 12 soatda ishlaydi deyapti, to'g'rimi? Demak, mana shu yerda bor-ku. 12 soat tizimda ishlaydi, displeyga raqamlar mumkin bo'lgan eng katta qiymat yig'indisi. Demak, 9 dan 0,959 bo'ladi. To'g'rimi? 9 dan katta raqam bor. 0,959 bo'lsa ham 23 bo'ladimi? Qaranglar. 27-misolimizda 12 soatli tizim degani aynan kelganda 12 bo'ladi. 13 bo'lmaydi, 14 bo'lmaydi, 15 bo'lmaydi. Nimaga 15 bo'lmaydi? Chunki 12 soatli-da. Soat 1 bo'ldi desa 1:00 ko'rsatib turadi. Men ko'rsa soat necha bo'ldi desa 1:00. Soat necha bo'ldi? 2:00 bo'ldi. Deydi, lekin 14 bo'lmaydi. Chunki 12 soatli tizimda ishlayapti-da, to'g'rimi? 24 soatli tizim desa, 24 soatli desa 14 bo'lishi mumkin, 15 bo'lishi mumkin, 18 bo'ladi, 19 bo'ladi. 24 soatli tizimda. 12 soatli tizimda nima bo'ladi? 12 bo'ladi. 12:00 bo'lgandan keyin nima bo'ladi? 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 ketadi. Yana 1:00, yana 2:00 shu ketadi. 24 soatli tizim esa nima bo'ladi bilasizlarmi? 12 dan keyin 13, 14, 15, 16, 17 ketadi. Tushundilaringiz, ha? 24 soatli tizimda va 12 soatli tizimni tushundilaringiz, to'g'rimi? Demak, eng katta raqam 9. To'g'rimi? O'sha 10 degani, 10 degani 1, 2 dan 00 bo'ladi-da. Bu shu kichikayib ketadi. Demak, eng kattasi bo'ladi 0,959. Bormi? Mana bu yerda kattaroq bo'ladigan qiymatlar bormi? 08, 07, 06, 05. Lekin mana bu 59 bo'lishi mumkin. Eng kattasi necha bo'ladi ekan keyin? Qo'shamiz. 0 qo'shilgan 9 qo'shilgan 5 qo'shilgan 9. 23. Sejol. Agar borku 24 soatli desa ham topib beramiz. 24 soatli desa eng kattasi 19:59 bo'ladi. Buni o'rgatdim lekin. 24 soatli eng kattasi bu. 19:59. 1 qo'shilgan 9 qo'shilgan 5 qo'shilgan 9. 24. Xohlagan vaqt izlab ko'r.
Mana shunday katta son topa olmaysan. Nima degan tushunasizlar? Biz juda ko'p urinib ko'rganmiz. 24 soatli tizimda. 24 soatli. 24 soatli tizimda eng kattasi bu. 12 soatli tizimda 12 soatli tizimda bu. Tushunadimi o'g'lar? Mana shunaqa qilib, nima qilishimiz kerak ekan? O'rganishimiz kerak ekan. 28-savolimizga qaranglar bolalar, o'rgataman. 28-savolimizda a degan sonni demak qaraymiz. A 4 ko'paytiribdi. Oxirida ko'paytirib ne chiqqan ekan? 2, 5 ketyaptimi? Demak, endi savolda mana bunaqa fikrlaydi. 4 degan sonni qanaqa songa ko'paytsang oxiri 2 bo'ladi? Yana 8. Demak, sizlar nima ish qilasiz bilasizlar? Mana bu a ni joyiga 333 ni ko'paytirsa 444 ga bir marta javob topasizlar. Keyin mana bu yerni solishtirasizlar. Agar o'xshasa javob o'sha. Yo, chiqmasa agar chiqmasa 888 ni ko'paytiramiz 444 ga. Ana o'shanda yo bu javob chiqadi, yo bu javob chiqadi. O'sha vaqtda mana buni solishtirib olasizlar. Tushunaylikmi bolalar? 29-savol ishlaymiz. 29-misolda EQK A va 140 sonni nechaga teng ekan? 560 ga teng ekan. EQK B va 140 sonni 700 ga teng ekan. Demak, bizga aytyapti, ikkita sonni, o'sha A va B sonni qabul qilishi mumkin bo'lgan eng kichik qiymatni toping debdi. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak shogirdlar, hozir mana A va B ni nima qilishimiz kerak ekan? Topib olishimiz kerak ekan, to'g'rimi? A va B ni topib olishimiz uchun 560 chiqadigan bo'lsa, 280 280 bo'lmaydi. Sakson bo'lar ekan. Sakson va 50 bo'ladi. Keyin 80 va 50 dek 400 bo'ladi. Demak, qaraymiz qanaqa bo'layapti shogirdlar. Endi bu narsa salgina fikrlashga kerak bo'ladi. Salgina fikrlashga. Demak, ikkita sonni EQK 560 bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu sonimiz 80 ga teng. Tushunaydi? A teng 80. B teng mana bu ikkalasini EQK 700 bo'ladigan bo'lsa, B'miz 50 ga teng. Tushunayapmi? 140 va 50 ni EQK 700. 140 va 80 ni EQK 560. İkkalasini EQK ise demek 50 ve 800 ni EQK neçe bo'ladi? 400. Endi savol tug'iladi. Bitta shu savol sal murakkabroq. Shu savol sizlarning yoshlarindagi savol emas lekin. Shuni hisoblanglar, lekin shunday bo'lsa ham ko'rsatdim. Buni fikrlab topish kerak-da. 30-savolda avval ishlagan edik shekilli. A so'nggi olgan molni C so'nggi sotadi. Agar A bilan C so'ng orasi bo'lanish S teng. 10 A ayrilgan 405 bo'lsa, A va C natural sonlar. Savdogar foyda olish uchun A ning eng kamida necha foyda oladi deb. Eng kamida necha bo'la oladi A. A ni joyiga shogirdlar qaranglar. 42 qo'ysam, bir savdogar A so'mga olgan molni C so'mga sotadi. A bilan C orasida bog'lanish mana shu kabi bo'lsa, A va C natural sonlar bo'lsa, agar mana bu yerga 42 qo'ysam, mana o'rtada ko'paytirish bormi? Ko'paytirish bo'lsa, A ni joyiga 42 qo'ysam,
42 qo'ysam, necha bo'ladi? Eng kam necha bo'ladi? 42 qo'yaman, 420 bo'ladimi? 420 dan 405 ayrsam, s teng 15 bo'lib qoladimi? Ya'ni 10 ko'paytirilgan 42 ayrilgan 405. 15 bo'lar ekan. S'ini topamiz. Ya'ni a teng 44 bo'lsa. Xo'sh, 10 ko'paytirilgan 44 ayrilgan 405 necha bo'ladi? 35 mi deyman? A teng 45 bo'lganda 10 ko'paytirilgan 45 ayrilgan 405 45 bo'lar ekan. A teng xo'sh 46 desam 10 ko'paytirilgan 46 ayrilgan 405. Endi yaxshi bo'lib ko'ramiz. Agar savdogar A so'mga olgan molini S so'mga sotadi. S so'mga sotadi. S so'mga sotadi. Demak, S 45 bo'lsa, savdogar foyda olish uchun A ning eng kamida necha so'm, A eng kamida necha so'm bo'la oladi? A eng kamida 42 bo'la oladi-da. To'g'rimi? A eng kamida 42 bo'lsa, demak foyda olib boshlaydi u. Yo'q, mana qara. Men endi tushundim. A nima edi? A. Sotib olyaptimi? Mana 42 so'm. Mana 42 so'mdan sotib olyapti. Mana bu narsa nima edi? S edimi? S. Sariq menda olay. $42 so'mdan olib 15 so'mdan sotib oladimi? S nima? Sotishi, A nima? A sotib olishi. Qanchadan sotib oldi? 42 so'mdan. Qanchadan sotyapti? 15 so'mdan sotib oladimi? 42 so'mdan oldi. Olmaymiz buni demak. 44 so'mdan olib 35 so'mdan sotib oladimi? Demak, siz sotish edimi? Olmaymiz. 45 so'mdan oldi, 45 so'mdan sotib oladimi? 46 so'mdan sotib oldi. Berbaqa 46 so'mdan netda 55 so'mdan sotadi. Demak, A necha bo'la olar ekan? Shuni bilan nima qildik? 7-variantni ham sizlar bilan tugatdik. Nasib bo'lsa tez orada keyingi variantlarda ham birgalikda ishlaymiz. Ko'rishguncha o'quvchilar.